Bir kun masjidda o'tirsam, kamerada ko'rinib qoldi qorovulxonada. Bir ayol kelib, masjid eshigini taydaqdan, baqa yurib qoldi. Keyin qorovulga aytdim, chiqingchi. Chiqsam, chiqdi. Domla kerak dedi. Domla sizni so'rayapti. Chiqsam, siz domlamisiz? Ha, men domlaman. 3 kundan beri meni halovatim yo'q. 3 kundan beri uxlamayman. Juda ham kambag'alman, juda ham qiynalganman. 4 ta bolam bor, erim bor. Lekin payg'ambarimizga bo'lgan muhabbat boy kambag'al ajratmas ekanda. Shu 3 kundan beri halovat yo'q, ziyorat qilishlikni nimaga tushib qolgan. Kechasi bilan yig'lab salovat aytyapman. Tavof qilsam deb zikr qilyapman deb yig'lab qoldida bugun shu ko'nglimga kelib qoldi. Shu peshin namozida jamoat bilan bir duo qilib beringlar. Meni ham Xudo nasibamni qo'ysa deb shuning uchun keldim. Xo'p bo'ladi deb oldilarida ham duo qildik-ku, peshinda keyin jamoat bilan duo qildik. 20 kun o'tdi yo o'tmadi, yana har xola paydo bo'ldilar. Chiqinchi etsam chiqdim, qo'lida so'mkasi, domla kerak. Chiqsam, umraga ketyapman, duo qilib qo'yinglar dedilar. Kambag'alman dedingiz, pulim yo'q dedingiz desam, nasib ekan kelib aytib beraman o'g'lim dedilar. Keyin duolarni qildik, biror oy o'tdi-da. Bir bola keldi. Domla sizni hojona so'rayaptilar, haj qilib kelib, umra qilib keldilar, sizni so'rayaptilar. Keyin o'g'li bilan billahi bordik. Mehmonxonada o'tirgan ekanlar, kirib duoyingiz, Fotiha, hol ahvol so'rab, "Ha, hojola, pulim yo'q dedingiz, kambag'alman, qiynalganman, bolalarim ko'p dedingiz, umraga ketib borib keldingiz" desam, deb gapirib berdilarki, o'sha sizga borib aytib kelib kechasi bilan uxlalmadim, kechasi bilan jay namozi ustida yig'lab chiqdim dedilar. Bir bomdodni o'qib, yana yig'lab bir tursam, bir uyqu g'olib qildimi, bir peshonamni sajdaga qo'yib tursam, eshik taraq bo'lib qoldi. Kim ekan bu ertalabda bu chaqirayotgan deb chiqsam, bir yigit turibdi eshikda aytdi. Chiroyli mashina minib olgan. "Keling o'g'lim, ha keldim. Siz falonchi ayamisiz?" debdi. "Ha, men falonchi ayaman." "Nimaga keldingiz?" "Sizni men umraga jo'nataman" debdi. O'g'lim hazillashmang, yuragim chatab, 3 kundan beri, 4 kundan beri halovatim yo'q, bezotaman desa, men ham 4 kundan beri bezotaman. Chunki Rasululloh 4 kundan beri tushimga kiradilar. Falon joyda falon ayol bor. Shu ayolni meni ravzamga jo'nat, qiyomatda albatta seni shafaat qilaman deyaptilar, dedilar. Va bugunlik kechasida Rasululloh tushimga kirib, uyingizni yo'lagiga ko'rsatilib, ismingiz aytildi. Shuning uchun keldim. Meni ota-onam o'tib ketgan. Meni farzandingizni qatoriga qo'ysangiz, men sizni umraga jo'nataman. O'zim kutib olaman. Siz tufayli men Rasulullohni ko'rdim. Siz tufayli men sahobaga aylandim.